Assalomu alaykum obunachilar. Mana xudo xolasa Ekanus mashinamiz baraka bo'ldi. Inshaalloh 31 ming yurganni. Doniyor aka mana keldilar. Avtotanlov Instagramda hamma biladilar. Mana tekshiryaptilar. Ish jarayoni ketyapti xudo xolasa. Mana hamma joy detalni ko'ryaptilar. Oka yaxshimi? Yaxshi chiqyaptimi? Hozircha yaxshi. O'zi Pavidi ham mashina to'rga o'xshayapti. Xudo xolasa yaxshi. Mana fanarda ham ko'ryaptilar okamlar. Idealni qilib. Mablag'lari, usullarni qarang. Hamma joyini ko'rishyapti mana. Professionalni tekshiryapti xudo xolasa mashinani. Mana bu yoqlar ham xudo xolasa akam ko'ryaptilar. Detalni tekshiryaptilar mana. Programmalarda mana zo'r ekan. O'zi biz ham mana shunaqa apparat tekshirib olamiz. Yaxshi apparat mana. Tavsiya qilgan bu apparat. Akam tavsiya qilganlar o'zi aytgancha birinchi. Shu Doniyor akam o'zlari tavsiya qilganlar mana shu apparatni. Unga mana shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, avtotanlovga murojaat qilsa, Doniyor akamga vashi punktvanni ko'radilar mashinani. Hurmat qilamiz. Yaxshi insonlar o'zlari ham. Rahmat, mashina olganda qanaqa bir savollar bo'lsa, yordamga kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilasiz. Elektromobilmi, oddiy Chevrolet mashinalari hammasini tekshirib beramiz. Probeglarni tekshiryaptilar. Aka, qanaqa ekan? To'liq diagnostika qilindi. Probeglar, boshqa buloklari ham joyida. Kerakli ma'lumotlarni, aktivlarni oluvchiga elektron tekshirib beramiz. Bo'ldi, aka. Halolmi xudo xolasa? Xolasi toza. Yaxshi, aka. Kimga mana shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, Sanjar avtoga murojaat qilsa, hammaga e'tibor uchun rahmat.